Albatta ijod olamida, ijod qozonida qaynagan inson ko'p yillar davomida o'tgandan so'ng albatta nafaqat ijodda, balki hayotda ham o'ziga qandaydir bir saboqlar oladi. Mana shu ijod ummonida suzib. Nilufar xonim Saidovaga san'at nimalarni o'rgatdi hayotda? Men shu esimni taniganimdan beri bu san'atni yaxshi ko'rgan bo'lsam, san'at menga juda ham katta sabrni o'rgatdi. Men o'zi aytdim-ku, qizligimdan, kichkina qizaloqligimdan juda ham sho'x, shodon, hatto gapirganimda ham shunaqa tez gapirardim. So'zimni ham ilg'amay qolishardi. Tiniq, ravon, lekin juda tez gapirganman. Alif be bayramlarida ham hattoki shunaqa bitta she'rni tezlik bilan aytib berganimda o'qituvchimiz to'xta, boshqatdan aytasan deb, boshqatdan ham ayttirgan paytlari bo'lgan. Menga shu katta sabrni berdi-da. Men ko'p narsani tanaffus qilishni o'rgandim. To'xtab fikrlashni o'rgandim. İnsanlarni eshitishni o'rgandim. Oldin endi bundan bir 15 yil oldin ham men uncha eshitmas edim hech kimni. Har doim o'zimni fikrimni birinchi o'ringa qo'yardim. Har doim menga shu kerakmi bo'ldi. Ikkinchi tarafni o'ylamasdim. Lekin hozir shunaqa bir fikrlarga kelganmanki, ozgina shoshma-shosharliklar ko'p bo'lgan. Ijodda ham ko'p bo'lgan, ijroda ham ko'p bo'lgan. Hozir shunaqa bir paytga kelganmanki, juda ham shoshmasdan, sekin o'ylab bitta yaratilsa ham mukammal, chiroyli ishga harakat qilyapmiz. Albatta. Va bugungi kunda ijro qilinadigan mavzular, ijodkor har bir mavzularni saralab uni yo'lga qo'yadi-da. Qaysidir ijodkorlar borki, 5 yil, 10 yillab ham bitta mavzu ustida uzoq ishlashadi. Aynan tomoshabinlarga yaxshi mahsulotni yetkazish uchun, taqdim etish uchun. Sizning ijodingizda mana shunday mavzular bormi yoki rejada bormi? 10 yil, 15 yil davomida sizni saqlab oltin xazinangizda turgan mavzular. Bir kun aytaman degan mavzular. Unaqa mavzularim bor, lekin hozir men to'g'ridan to'g'ri ayta olmayman, chunki bu o'zimning sirim. Bu narsani xudo xolisa u qo'shig'im chiqqandan keyin yana bir suhbatda aytaman. Demak, bu surpriz bo'ladi sizning muxlislaringizga. Men unaqa mavzularim ko'p. Bitta anig'i bor, lekin juda ham mukammal. Bu narsani ustida hali men o'zim ruhan yetib borishim kerak u narsaga. Mana shu borada ham so'ramoqchi edim, ruhan yetib borish kerak, ruhan his qilish kerak deyapsiz. To'g'ri. Ijodkor bir ijod namunasini yaratganda, ayniqsa xonanda shu qo'shiqni kuylaganda, shuni ich-ichidan his qilib kuylash kerak. Aytib bo'lingan, kuylab bo'lingan taronalaringiz ichida bormi shunaqasi? Yo'q, o'sha damda men buni his qilmagan ekanman. Mana endi tushundim, bu qo'shig'im bilan nima deyishim kerakligini degan qo'shiqlaringiz bormi? Bor. Ularni qayta yozish niyatida emasmisiz? Sen qaytmading degan qo'shig'imiz bor. Men ikkinchi qizim tug'ilish arafasida aytganman u qo'shiqni. Shu darajada bir qiyin ahvolda homilador bo'lganimda studiyada aytganman. Shu darajada bir san'atga fidoyin, shu darajada bir o'zimni asramaganmanki, shu holatimda ham ijod qilganman deyman. Shu 6-7 oylik paytida shu studiyada shu qo'shiq yaratilgan. Lekin hamma nimagadir shu qo'shiqni menga "Sen o'zingni hayotingni aytganmisan" deydi-da. Yo'q, men o'zim hayotimni aytmaganman. U paytda men umuman boshqa narsalarni o'ylaganman. Lekin endi hozir qarasam, haqiqatda men qanaqadir bir aytib qo'yganga o'xshab qolganman-da. O'shaning uchun qo'shiq tanlashda ham, qo'shiq aytishda ham inson juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Har xil mavzularda. Albatta. Va bugungi kunda ijodkorlar aksariyat qismi yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda ijod qilishni ma'qul ko'rishyapti va aynan ular qilayotgan ijod ham qaysidir ma'noda nisbatan tezroq ommalashyapti. Umuman olganda mana shu ijtimoiy tarmoqlarga sizni qanday fikringiz? Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqda ijod qilayotganlar yoki bo'lmasa ijtimoiy tarmoqda o'zlarini san'atlarini, ijodlarini taqdim etayotgan insonlar haqida. Men bu narsaga juda ham yaxshi qarayman, chunki har doim rivojlanish tarafida bo'lganman. Farzandlarimga ham nima rivojlansa, nima qanaqa hamma texnikalar bilan ham ta'minlab o'z vaqtida. Men xullas bu narsani tarafdoriman. Lekin mana shu kasbini rivojlantirish uchun va yaxshi tarafga bu narsa yo'naltirilgan bo'lsa, men juda ham ha deyman. Farzandlarim ham juda ham ko'p mana shu ijtimoiy tarmoqlarda faol va o'g'lim mana ijtimoiy tarmoq orqali ingliz tilini o'rganadi. O'zi ham boradi, lekin shunda ham ozgina bu agar yaxshi tarafga yo'naltirilsa juda ham
katta farzandlarimiz biz uchun ham katta informatsiya. Masalan, Albatta. oldin biza o'zimizni tanitish uchun Sug'diyona, Darakchi degan gazetalarda faqatgina chiqardik. Intervyu berib, suhbat qilib, shu Instagram, o'sha vazifalarni bajarardi hozirgi Albatta. Instagramlar. Yoki bo'lmasam shu qayerdadir borib konsert qo'ysak, o'sha aholi bizani tanirdi. Endi boshida chiqib o'tganlarimizda boshqalarga tanitishimiz uchun yana oldiga borishimiz kerak bo'lgan yoki televideniya orqali. Televideniyada ham baribir ham ko'rsatuvlar, konsert nimalari cheklovli bo'lgan, kam bo'lgan kanallar. Hozir endi shunaqangi bir katta rivojlanish bo'lib ketdiki, o'zingizni sahifangiz bor. Masalan, Facebookda, Telegramda ham, Instagramda ham hozir oxirgi paytlarda juda faol bo'lib qoldim. Endi tanish bilish kasbdoshlarim yetishiga qaraganda bu juda kerak ekan. Chunki men hamma joyga bir paytda ulgurmayman-ku, ham televideniyaga, ham radioga, ham boshqa narsaga. O'sha masalan Instagramga sahifamga qo'ysam, buni minglab odamlar eshitib ko'rib, masalan ishda bo'lsa, yo'lda bo'lsa, televizor ko'rishga imkoniyati bo'lmaganlar Albatta. meni sahifamga kirib ko'rishi mumkin. Albatta. Va bilasizmi, Nilufar opa, ayni daqiqalarda sizni doimiy kuzatib borayotgan muxlislaringiz yo'q emas, bizni tomosha qilayotganlar orasida va bir muxlisingiz yozibdilar. Assalomu alaykum. Oldindan Sardorman, Toshkent viloyatidan nomani o'qib eshittirganingiz uchun rahmat. Oldin xonandalar tez-tez albomlar taqdim qilishardi va audio kassetalarda eshitilardi. Bugungi kunda ijodlarda albom taqdim qilish biroz oqsab qolgan. Nilufar opa ham albomlar taqdim etadilarmi qachondir debdilar. Men oxirgi Muxlisingizdan albomimni kelgan. oxirgi albomimni 2015 Oq olma qizil olma degan CD disk chiqardim. CDR chiqardim. 20 ta qo'shiqdan iborat, uni 10 tasi remix qilingan eski qo'shiqlarim. Shu turnalar, qarashlar, 10 ta qo'shiq tanlab olindi. Xalqqa yaqin qo'shiqlar tanlab olindi va yana 10 ta yangisini qo'shdik. Biza to'g'risi taqdim qilishga ulgurmadikmi yo bunga hafsala qilmadikmi? Yana oldingidek xuddi shunaqa Facebooklarga, shu sahifalarimga joylashtirib bordik, radiolarga berdik, televideniyalarda ketdi qancha. Lekin shu taqdimotni qilmadim. Endi hozirgi kunga kelib nima yangi chiqsa yoki qayergadir borsak, albatta ijtimoiy tarmoqqa joylashtiryapmiz. Demak, ijtimoiy tarmoqda faolsiz. Endi hozir faol bo'la boshladim. Juda endi oldingidek. Zamon talabida. Juda ham mana shu 1 yil ichida shunaqa menga juda ko'p talab bo'ldi. Qilmasangiz bo'lmaydi shuni deb. Endi hozir lekin niyatim bor. Mana shu 1-2 yil ichida juda ham sara qo'shiqlarimni yig'ib va yana yangilarini qo'shib taqdimot qilish niyatim bor lekin. Albatta. Zamon talabi yaxshi va zamon bilan hamnafas yurish ham juda ham yaxshi. Demak, dasturimiz davom etadi azizlar. Bizni ayni daqiqalardagi studiyamiz mehmoni O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Nilufar xonim Saidova va suhbatimiz davom etadi. Nilufar opa, mana maktab davlarini esladikda, keling yana shu maktab davriga qaytamiz. Qayerdadir eshitganimizda mana shu maktabda qizlar ansamblini tuzgan ekansiz. Shu haqida batafsil o'zingiz aytib bering. 7-8 sinf arafasi edi. 4 ta qizdan iborat qizlar guruhini tuzdi. O'sha aytayotganimda, ya'ni madaniyat saroyiga borardim-ku, uchalasini ham tortdim. Yuringlar deb borib qizlar guruhi tuzdik. O'sha G'azalkentda katta sahnalarida Navruz, Mustaqillik, 8-martlarga atalgan qo'shiqlarimizga shu nima qildikda, qo'shiqlar repertuarlar tayyorladik. Sinfdoshlarim edi hammasi, hattoki bir ikkitalarini otalari ham ruxsat bermagan, lekin bir dugonam Jumagul bilan uyiga borib hech kim yo'q edi, tayyorlanardik ikkalamiz. Keyin adasi bilib qolib rosa urishib, keyin men borib iltimos urushmang, menga yordam bering, bular bo'lmasa men yeta olmayman deb. Xullas, o'sha paytdan boshlangan kurash san'at bilan hozir endi eslaymiz, ko'rishib qolsak, ular nima bo'lib tugadi bu ansamblning taqdiri? Ansambl zo'r bo'ldi. 2 yil davomida faoliyat yuritdik. Endi hammamiz keyin Instaga kirdik, men ham Instaga kirib ketdim, qizlar boshqa kasb tanlab. Va mana shu ansambldan faqatgina siz san'at yo'lini tanladingiz. Umuman keyin mana shu maktabda sizdan kichkina sinflarda keyin ansamblingizni davom ettirish rejasi bo'lmadimi? Yo'q, u paytda juda unaqa bir narsalarga e'tibor bermaganmiz shekilli. Odamlar ham endi e'tibor, mana hozirgi rivojlanish agar o'sha paytda bizning paytimizda ijtimoiy tarmoqlar bo'lganda
bu narsalarni yetkazib berishim oson bo'lardi. Endi hozir Albatta, mana ertaga maktablarda, ta'lim muassasalarida so'nggi qo'ng'iroq sadolari jaranglaydi. Reja qilganmisiz maktabingizga borishni Nilufar opa yoki ijodiy ishlar bilan band bo'lasizmi? o'zimni o'g'lim 9-sinfni bitiradi. Ertaga o'zimni o'g'limni maktabida taklif qilinganmiz ota-onalar. Maktabda o'g'lim oldida shu tadbir o'tkazamiz. Ertaga 9-sinf bitiradi. Eng kichkina farzandingiz, o'g'lingiz. Muhammad Yusuf ertaga 9-sinf bitiradi. O'shanga o'qituvchisi juda ham nima deydi, faol ayol. Hammamiz taklif qilganlar, tayyorgarliklari zo'r deydi. Endi borib ko'p kelamiz ertaga. Albatta. Nilufar opa, bizni dasturimizda bugungi kunda Bu kim loyihasini o'ynayapmiz. Teletomoshabinlarimiz bilan ayni daqiqalarda ijozat etsangiz navbatdagi suratni taqdim etmoqchimiz. Ya'niki san'atkorlarimiz, mashhur insonlarimizni mana shu yoshlik davrlaridagi suratlarini taqdim etyapmiz. Xo'sh, qani bu safargi jajji qahramonimizni kim topa olar ekan? Marhamat, rejissyorlarimizga yuzlanamiz. Mana bu inson kim bo'lishi mumkin? Juda ham kichkina paytlardagi surat ekan, ahamiyat bering azizlar. Menimcha bu suratdagi qizaloq bo'lsa kerak deb o'ylab qolyapman-da qarashlaridan. Nilufar opadan ham taxminlarni Tanish eshitaman. Juda ham tanish, xo'sh. Ko'zimga tanish ko'ryapti, lekin topa olmadim. O'zi bilasizmi, Nilufar opa, avvallari mana shunday suratlarda, fotostudiyada tushilgan suratlarda deyarli qiz bola bilan o'g'il bolani farqi bo'lmagan. Oq-qora bo'lgan. Oq-qora bo'lgan. Keyin o'zimiz montaj qilib rangli qilib olganmiz ko'pini. Kiyimlari ham o'xshash bo'lgan, soch turmaklari ham o'xshash bo'lgan. Endi hozir ko'ring, hozir qizlar kiyimini ko'ring. Tug'ruqxonadan chiqayotgan chaqaloqlarni o'zini tanib bo'lmaydigan holatda chiqishyapti. Endi zamonni talabi-da bu ham. Endi o'sha paytda ota-onalarimiz 5-6 ta boladan ortmagan va turmay qilmagan, borib nima bo'lsa kiydirib tushirib kelgan, nima deydi, ani o'tib ketayotganda fotostudiyalar orasidan yuringlar deb hozir rasmga tushish uchun ham alohida fotosessiya qilinib, endi u paytlarda ozgina soddaroq bo'lgan. Albatta, keling hozir teletomoshabinlarimizga yordam beramiz. Bu inson juda ham ko'plab hit taronalaringlar sizu bizning qalbimizdan joy olgan ajoyib xonanda. Xo'p, demak qo'ng'iroqlar bo'lsa, qo'ng'iroqlarni qabul qilishga biz tayyormiz. Qolaversa, Telegram sahifalarimizga nomalaringizni yo'llayapsiz, ko'ryapmiz. Ularga ham to'xtalamiz azizlar. Xo'sh, bu inson kim bo'lishi mumkin? Nilufar opa, nimaga topa olmayapsiz? Taxmin qilib ko'ring, kim bo'lishi mumkin? Hamkasblaringizdan ekan. Mayli, taxminlarni keyin aytadilar albatta va tomoshabinlarga yana eslatma aytib o'tishimiz kerak. Bizga qo'ng'iroq qilganingizda albatta televizoringizni ovozini biroz pastlatib qo'ying va agarda mabodo mana shu suratdagi bolakayni yoki bo'lmasam qizaloqni kimligini topa olmasangiz, lekin bugungi dasturimiz mehmoni bilan dildan suhbat qurgingiz kelsa ham bizga qo'ng'iroq qiling, dilizxonlaringiz bo'lsa yo'llang va undan tashqari dasturimizga talab va takliflaringiz bo'lsa ham sizni eshitib qolamiz. Marhamat, bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xayrli kun. Xayrli kun. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Ismingiz, tanishtiring o'zingizni. Toshkentdan Olmazor tumanidan Surayo Asonbo'man. Efiringizga omad. Rahmat. Va nihoyat tushdim. Sizlar muxlislar juda ko'p ekan, telefonga tushish qiyin bo'lyapti. Demak, Surayoxon Asonova siz bo'lasiz va qo'ng'iroq qilyapsiz va nihoyat SMS nomalaridan so'ng bizga qo'ng'iroq qilishni boshladilar. Xo'p, Surayo opa, juda ham faolsiz. Bunga alohida tashakkur izhor etib qolamiz sizga. Xo'p, javoblaringiz bormi? Nilufar opaga assalomu alaykum. Xush ko'rdik efirlarda, g'oyibona oilamizda. Ijodlaringiz omad tilayman. Bu Nilufar opani o'zlari menimcha yoshlarim. Demak, shunday taxmin qilyapsiz. Taxmin qildim. Shunday bo'lganmisiz Nilufar opa yoshligingizda? Bilmasam. Oilaviy foto albomlarda mana shu rasmingiz bormi? Yana bir ko'raylikchi. Yana bir ko'rish kerak, Xo'p, Surayo opa, maktab davrlarini eslaymizmi? Yuqorida lekin nomalar yo'lladingiz-a? Mayli. Eng qiyin o'sha matematika algebra darslari bo'lganda, o'qituvchilar yo'qlama qilib, hammadan so'ragan paytida endi bunaqa ko'rinishim nima bo'lgani bilan ham yani bekinib o'tirasiz bolali paytingizda meni chaqirmasinlar, ko'rmasinlar deb. O'sha davrlar eslayman har safar. Keling, Surayo opa, sizni javoblaringizni qabul qilamiz.
va bu Nilufar opadan keyin qarang, iltimosim bor edi. Nilufar opadan turnalar qo'shiqlarni jonli eshitsak bo'ladimi? turnalar qo'shig'idan eshitsak bo'ladimi? Bo'ladimi Nilufar opa? Menimcha shunday vaziyatlarki, xonandalarda ovoz paylari biroz uyg'onishi qiyin bo'ladi-da. Saidjon, uning mayli ikki qator aytib beraman. Hozir aytib berish kerakmi? Albatta, mana shu suratni javobini e'lon qilganimizdan so'ng, albatta Suroy opa siz uchun Nilufar opadan ajoyib tarona tinglaymiz. Marhamat. Jonim qiynadingiz, hijronlarda yoqib, alamlar qilmoqdalar hali ham taqib. Qachon malham topar yurak dog'larim, turnalar, turnalar, meni olib ketinglar. Turnalar, turnalar, meni olib ketinglar. Qachon malham topar yurak dog'larim. Ofaring, tasanno. Va bizni mana shu daqiqalardagi javob variantimiz bu suratdagi inson haqiqatdan ham mana shu bizga turnalar taronasini taqdim etgan inson Nilufar xonim Saidovani aynan o'zlari edilar. Albatta biroz intriga saqlash uchun teletomoshabinlarimizga bildirmaslik uchun bilmasam dedilar va Suroy opaga alohida tashakkur izhor etamiz. Rahmat, to'g'ri topdingiz, to'g'ri. Bolalarning rohatini ko'ring. Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. Qo'ng'iroq uchun tashakkur yana bir Har kuni karra. shunday faol bo'lib, Salom Toshkent dasturida ishtirok eting, chunki sizdek muxlislarimiz bizga yanada kuch, g'ayrat, motivatsiya berishadi.